Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ana bugungi bemorimiz oddiygina modelchada ana tishni karyozni bo'g'isini ochib oldik. Endi ochib olgandan keyin oddiygina birinchi kiradigan faylimiz initial fayl bo'ladi. Любой bitta fayl iloji bo'lsa K bo'lsin yoki bo'lmasa Rimer bo'lsin. Ana bizda 20 K faylimiz ana o'tdik. Ana oddiy o'tiladi. Juda bez ustun bo'lishi kerak. Ana o'tilgandan keyin biza kanallari bu bemorimiz yosh bo'lgani uchun kanallari shiroki kanallarda ko'pincha endomotor bilan ishlaganlaringiz ma'qul. Endomotorni yoqib olamiz. Ana yoqib oldik. Yoqqanimizdan keyin ana bu ishlatish jarayonlari past оборотda qo'yib olinadi. Bo'lmasa sinib qolishi mumkin. Ana shuni. Ana bu romashkachalik. Bu romashkachalar har bir sterilizatsiyaga bo'lgandan keyin bitta uzib tashlanadi va necha marta sterilizatsiya bo'lgan bilinadi. Yaroqligiga o'shanga qaratilgan. Kafaylar bilan tozalab olasizlar. Aslatki pulpalarini olib, kanallarni kengaytirib olgandan keyin bizda yana bitta life hack. Ana ko'pchilikda ana bu ko'pchilikda pin yo'q yoki pin qimmatga tushishi mumkin. Biz sizlarga budjetni variantini ko'rsatamiz. Bu kanal yuvilgandan keyin obработка qilinadi. Obработка qilingandan keyin oddiygina ana K faylga, H faylga emas, oddiy ana K faylga ana bunday qilib paxtani o'raladi. Paxta o'ralgandan keyin ana bizga tвердый pin shaklida keldi. Bu tвердый pin shaklida kelgandan keyin ana kanalning ichiga kirgizib, ana bunday qilib quritiladi. Quritilib, yana qaytib olib tashlanadi va keyingi nimalariga ham xuddi shunday qilib ruchnoy pincha qildik. Bu pinimiz bizga nima maqsadda yaxshi? Masalan, ustuplik kanalida egiluvchan bo'ladi. Bu majni pin egilib sinishi mumkin. Bu esa egilib sinmaydi. Ko'rgan bo'lsangizlar, o'z kanal blomaq qiladigan materiallar bilan blomaq qilsangiz bo'ladi. Sizga yana qanaqa videolar qiziq? Pastda shu kommentda yozib qoldirsangizlar, biz o'shalarni ko'rib chiqib va qiziq materiallar sizlarga tayyorlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarni kutib qolinglar.